Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum gazabli ishqibozlari. Mana bugun sizlarga idealniy gazabloylarni ko'rsataman. Manzilda aytib o'tsak, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Zarken Kuruyda sexti manzili almir bo'lib chiqqan. Yasin 450 marka sementlarda quyilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Barta 2 da ketgan hammasi. Kesilishlari ichkaridan guppilar sug'uryapti, hali yopishgani yo'q. Mana bu yoqda birinchi sushilkamizga pushkalarni yoqib qo'yishgan. Mishalkamiz suvacho komplektlar, shular bilan ish yuradi. Bu yoqdan kelib turib, g'ishlar teriladi, paddon bo'shatilib, ba'di teriladi, bu yoqqa olib o'tib zakotovka qilib quyiladi, keyin buni ichiga kirib ketadi. Buni ichida 4 soat mobaynida g'ishlar tobiga keladi, kesilish maromiga yetadi. Undan keyin bu avtomat reska chotki idealni qilib, xohlasa kesib beradi. Bunda kesilgandan keyin bu aravachaga o'tadi, aravachadan nari sushilkaga kirib ketadi. Sushilkada 14 soatdan 20 soatgacha g'ishlar turadi. Pishib, maromiga yetib, уже sotuvga tayyor bo'lib chiqib ketadi. Avtomat reskalarimiz ham idealniy. Motorlarini yangiladi, o'sha o'tgan videolarda aytganimdek. Eski motordan qo'yib berishgan edi. Yangi motor qo'ydik. Xitoy o'sha original motordan. Chotki kesib beryapti. Ishlashini ko'rayotgan bo'lsalaring, motorni sozlab qo'ydik, endi bir balo qilib, hali ham sal ovoz bor, lekin o'zimiz chiqarayotgan avtomat reskada ancha profillarda hamma yoqda farqi bor. Motorlari o'sha shundan yangisidan qo'yiladi. Soatda ishlaydi. O'zimiz qilayotgan, yaqinda bityapti, 1-2 kunda videosini qo'yaman. Soatda ishlaydi. Bunaqa chiqillagan ovoz ham chiqmaydi xudo xohlasa. Xo'p. Chiqib tushishini sizlarga tushuntirdi, mana chiqib tushishini. Qo'lda bostalaring tushadi. Keyingi tugman bostalaring ko'tariladi. O'zimiz yasayotganda xudo xohlasa qolib keladi. O'zi pastga tushib, oxirini kesib olgandan keyin 5 sekund kesadi, o'zidan keyin undan keyin avtomatik o'zi ko'tariladi. Shularni xudo xohlasa yangilik qildik. Kimga avtomat reska ham polniy avtomat liniya kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. $1,500 ketaveradi. 50 minggacha bemalol qilib, yasab, o'rnatib, ustanovka qilib beraveramiz. Xo'p, bu ikkinchi sushilkamiz. Bunda g'ishlar sotuvga tayyor bo'lib quriydi. Xo'p, gradusi 70-80 gradus atrofida bo'ladi. Yo'llariga o'tlar ham bosib ketibdi. G'ishlarning narxini aytib o'tsak, 18 ming so'mdan 10-15 kilometrga dastavka qilib beryapmiz. Undan u yog'iga olishinglarga qarab, dastavkasini ham kelishamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana g'ishlarning sifati avtomat reskada kesilgan, uni ko'rib turganlaringdek o'ta ideal holatda. Xo'p, qattiqligi ham o'ta zo'r. Nimagaki biz sement asosiy tarkibi, buni sement, qum, oxa ham qo'shyapmiz. Nimagaki qattiqlik proshnisini oshirib bergani, oxaydan ham foydalanyapmiz. Xudo xolasa chotki. Bunaqa otib yubormaydimi, boshqa bo'lmaydimi? Yo'q, oxayni suvga solib, o'zi tayyor holatga kelgandan keyin qo'shiladi. O'ldirib turib, oxayni keyin qo'shiladi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. G'ishdan olganlar bo'lsa, bemalol komment yozib yuboringlar, qanaqa holatda bo'lyapti. Undan keyin bizda polistirol bloklar ham bor.
Polistirol bloklar ham quyilyapti. Hop, bunda nalichida tayyorlari bor, mingta tayyori bor. Hop, gazoblokka bir hafta 10 kun oldin zakaz berib qo'yasizlar. Mana yangi poklar. Bunaqa drabilka bo'lmagan, mana ko'rishingiz mumkin. Poklari mana. Mana poklari. Drabilka bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, yangi poklardan ishlatamiz. Hop, mishalka qoliplari mana qolipda ham quyilgani bor. Bugun pok kelmaganiga bora olganimiz yo'q. Yasin 450 marka sementlardan ishlatamiz kelasiga ham. Kimga polistirablo, gazablo zaril bo'lsa yoki polni avtomat liniya, gazablo liniyami, polistirablo liniyami kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasiz.